uqmadimmi? Ey, bir minut. Opalar esa sizlar noto'g'ri tomondan o'ylayapsizlarda, bu opa to'g'ri gapni gapiryapti. To'g'ri gapni Ey, aka, gapiryapti. bir minut sabr qilib turing, bir minut iltimos qilyapman, odamgarchilik yuzasidan. So'rayapman, bir minut eshitinglar. Eshitmayapman. Avvalambor o'g'lingni jo'natgan Avazbekning umri uzoq bo'lsin. Ota-onasini rohatini ko'rsin. To'xtang, eshitib turing oxiriga. Men hech qaysi taraf emasman. Bu yoq ham emas. Eng katta xato ayollarda. U yoqda ham, bu yoqda ham, hammanglarda. Ming'ir u yoqdagilar ham, bu yoqdagilar ham. Shuni orqasidan mana shunaqa narsalar chiqdi. Ming'ir. Uni tan olinglar. To'xta-to'g'ri Abdurahmonga ayollarda ayblar boshi marhuma o'lgan Eshitinglar. Ayollarda o'tda ham, butda ham. O'zinglarcha ming. O'g'lingni jo'natganiga avvalambor yana bir marta rahmat. So'rayapti. Siz aytasiz. Qizi aytganingiz uchun gapiryapman, opa. Uni yonini olish emas, boshqa. Tezroq gapiring, aka, tezroq. Eshitib turing, sabr qilib. Ichib yuribdi deyapsiz. Avazbek ham ichganini ko'rmaganman deb aytdi. Siz tuhmat qilib qo'ydingiz. G'iybat. Bu yaxshi emas. Bu yaxshi emas. Avvalambor shu yerda to'xtatinglar, baraka topkurlar. U yoq ham, bu yoq ham. Qo'yinglar. Sizga duo qilinglar, tamom. Jim turinglar, gapirvosin. Sizga duo qilinglar, tamom. Shunaqa. Men ham duo qilganim uchun aytmayman. Yo'q, opa. Haqqa duo qilinglar. Bu uyda qo'yinglar. Bu gapni vohliroq aytdingizmi? Uyda deyapti, u yoq ham, bu yoq ham, uyda deyapti. Bo'ldi, onasi keldimi, onasini o'zi hal qilib oladi, bo'ldi. Sizlarga qolmagan. O'g'lingni zo'rladi, pedofil deyapti. Gapirsa gapirib o'lib ketdimi? Bo'lmasam, anta odam gapirmagan bu dunyoda. Bo'ldi, gapirmang deyaptilar-yu, gapirmasizchi. O'zinglar bilan sizlar sog' bo'linglar, g'iybat qilmanglar, bo'ldi. G'iybat qilayotganim yo'q. O'zim hamma bu to'g'ri gapdan qolmas ekan, sopa. Bo'ldi, orqasidan gapiring. Fikr bildirgani kiradi-yu. Bu gruppaga ham fikr bildirgani kiradi-yu. 90% odam. Fikrini to'g'ri bildirish kerak. Fikrni to'g'ri bildirganlar, lekin to'g'ri fikr bildirmadilar. Ayollar bo'lib turib, bash narsa katta bo'lib ketdi-yu, ayollarning orqasidan. To'xtang, Abdurahmon aka, endi bu gapingizga qo'shilmayman. To'xtab turing, muxlislar jim turing. Bu gruppaga protiv gruppa bo'lsa ham o'sha qizni duo qilinglar, Avazbekni ham duo qilinglar. O'lingni ham, jo'natganni ham duo qilinglar. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Bu narsa to'xtash kerak. Allohga ayon, siz bilan menga yo'q tigilarga ayon emas bu narsa. Allohga ayon. Alloh rozi bo'lsin. Ayollar uni tergaydi-ku, hammani to'g'rimi? Katta ayol bo'lib qolsa ham uni tergaydi qizini. Jim turing, gapira oling. Bu gruppa u gruppaga protiv gruppa bo'lsa ham, guruhdagilarda ko'pchilikda insof bor ekan. Noto'g'ri gapirilgan noto'g'ri gap gapiryapsan, to'xta deb o'chirib parosat ishlaydigan odamlar ko'p ekan bu yerda. Ota-onalarga ming rahmat sizlarga. Ota-onalarga. Mana bu Surayyo opa, sizda insof degan narsani esi yo'q. To'ppa-to'g'ri. Yolg'on siz noto'g'ri tushunyapsiz. Umumiy qilib Surayyo pastariga minglarni. Hozir bilasizlarmi? Bitta gapirsanglar, chiqib olib la'natlashadi. Siz qani haq betdi. Fakting bormi sani ichida? O'lgan orqasidan uyalmaysizlarmi? Xalq bitta eshitinglar, bitta opalar akalar. La'nat qildim, qiyomatda so'rab olaman sizdan. Sizni haqqingiz yo'q. Surayyo, bir minut to'xtang. Qiyomatni bilarkansiz, nimaga u qizga tuhmat qilyapsiz hozir? Qachon tuhmat qildim? U qizga men deyapsiz-ku.
Qachonman Mayliman, siz bizatta keltirib bering. gapirsak. Nima dedi bu qizni? Nima dedi bu qizni? Hukumat Oson qilganlar yo'q. tutmadimlar deb oson tutmayman. Qachon qilmaydilar bu siz opa. keltirib bering. Qiyomatda men sizdan olaman. Qachon men bu qizga achinaman. Tuhmat bo'lgani yo'q, tuhmat qilmanglar. Men eshitib o'tiribman, tuhmat bo'lmadi. Aksini gapiryapti onasini. Fikr bildirdilar, tuhmat qilingani yo'q. Men paxtakor emasman. Onam onaman, men paxtakor emasman. Men bu qizga achinganim uchun, men kuyganim uchun. Hozir nariyoqqa boshqa tema qilasizlar endi. O'zi tuhmat qilganlardan bitta gap gapiraylik biz ham bu to'g'ri emasdan. Uyatsiz. Opalar, bir minut nechiga kirgan bo'lsanglar ham onanglar tergaydimi sizlarni? Tergiydi meni tergiydi. Masalan, meni onam tergaydi. Men 48 ga kirdim, tergiydi. Har narsa tergaydi. 52 ekran Tergiydi nimaga? Yo'q, opalar, bitta umumiy eshitilyapti. O'zi meni ovozini eshitilyapti. Eshitilyapti, ovozingiz Umumiy bitta xuloni olinglar-da, ota-ona farzandga anaqada обязанda misol qanaqa boryapti, nima qilyapti, shuni tergashga mas'ul narsa-da. Bu yerda umumiy shu narsani tushuncha qilib olinglar deyapti. Bu yerda birovni ayblash bo'lmayapti. Tushunyapsizlarmi? Katta odamsizlar u yerda hamma farzandli, hamma ota-ona paxtakorlik qila olmayman. Uzr, men o'zim fikrimni gapiraman. Men bu yerda qizni yomonlamadim. Gapingizga javob berasiz qiyomat kunida. Bilib qo'y, so'rab olaman. Qulog'ingizga quyib qo'ying, shuncha odamsiz. Qaysi bir la'nat etganlar so'rab olaman qiyomat kunida. Bilib qo'y, Sizni ham qiyomatda onasi nima degan? Qarg'ish gruppa emas bu. La'nat o'qiyotganlar sizlarga emas, la'nat o'qish, iltimos. Qizlar jonlar, nima gaplar? Bitta kalishi ko'p yirtgan opalar to'g'ri gapiryapti. Sizlar to'g'risini ma'qullanglar. Noto'g'ri bo'lsa la'nat o'qishingiz. Men arab davlatlarida ham yashaganman. Amerikada men musofirman. Bolalarimni changallab yur. 7 ta bolaman. Changallab yuraman hammasini. Qiynalmaganman. Juda qiynalganman. Ochiq ko'chada qolib ketganlar. Tanasi bo'lgan. Nima deyapsiz? Qaranglarda opalar bitta yana bitta hamma narsa qilsa bo'ladi degani emas. Nima deyapsizlar? 1 minut. Ro'yopa 1 minut. Nima keragi bor? Endi bu yerda umumiy qilib Abdurahmon aka to'xtab turing. Men bitta eshitganman. Bitta russkiy ayoli bittasi bilan yurdi degan gap chiqib ketganda, russkiy ayolni achchig'iga kelgan. Men nima o'zbek bilan yurdi qilyapsanmi? O'zini pastga urgandek hisobladi-da. Nimaga endi biz o'zbek ayollari, ayrimlari hammasi emas, boshqa millatga, boshqa bir nimaga pul uchun elga tegsa, buni oddiy hisoblayapsizlar. Tushunyapsizlarmi? Oddiy hisoblayapsizlar. Bu millatning dini vaqti boshqada ularda. Aka, bu mavzuda gapirmang, iltimos. Bu qizim, bu gapni gapirmayapmiz. Nima millatcha qanaylar? Sotib tashlashyapti. Bizga hech kim bu qizni ma'lumot Yo'q, millatchi emas. dedimmi men? Yo'q, aka, u mavzuda gapirmaysiz. Jon aka, u mavzuda gapirmang. Joyga men bitta gapirsam maylimi? Gapiring. Iloji bo'lsa aka. Gapiring. Hamma eshityapsiz. Mayli-ku, men ham endi yoshim sizlardan kattami, kichkinami bilmayman-ku. Menga yoshim kichkina baribir. Tezroq gapiring, aka, yoshingizni nima qilamiz? Tez gapiring. Telefon kelib qoldi shekilli. Ovozim borib qoldimi? Kelyapti, gapiring. Qaranglar-da. Qaror topsin deyapti, to'g'rimi? Hamma bir taraf, hamma adolat taraf. Endi birov avaz taraf, birov yo Nozima taraf emas. Lekin u qotil topilganda nima foyda odamlarga, topilmaganda nima foyda? Kim bir foyda ko'ryaptimi? Hamma shu o'tirgan odamlar. To'g'ri. Ha? Mayda to'g'ri hangama qilib o'tiribsiz, yaxshi gaplashib o'tiribsiz. Qarang. Meni gapim bo'lmay o'tiring. Yaxshi gaplashib o'tiribsiz, to'g'rimi? Bittasi ishtagin sizni yomon qilyapti, boshqa qilyapti. Shuni lichkasiga olib o'tib ketish kerak, tamom.
gaplashib o'tirgan joyingda janjal kerak emas. Muammo bormi? Ichkiga olib o'tib ketish kerak, tamom. Sizlar bu maniga gruppa qanaqa chegallab gruppaligini qo'yapsiz. bilasizmi? Bu gruppa nimaga Eralab ochilganini?